Bugun men sizga issiq havoda ham stoyga turadigan plyajli meykapni o'rgataman. Juda ham oson va tez bo'ladi. Makiyajimizni noldan boshlaymiz, sochlarimizni yig'ib olamiz va yuzlarimizni toner yoki tonik yordamida tozalab olamiz va yuzimizga SPF va albatta baza surishni esingizdan chiqarmanglar. Tем более plyajni bo'lgani uchun badanlaringizga ham suringlar. Любой кожа uchun idealni tanlov Yeselaran tonalkasi. Buni shotkada sursanglar tabiiy yotadi, sponjikda qilsangiz plotnoy yotadi. Buni yaxshi turishi uchun baza, albatta Chanel pudrasini ishlatish kerak, chunki o'shanda yana ham stoyga turadi, oqib ketmaydi. Ko'zlarimni yaxshilab bo'yab olib, highlighter, burun ko'zimni va qoshlarimni tagiga surib olaman, yana ham chiroyli ko'rinadi. Shiglaymi highlighter. Keyin Gucci'ni tushini olaman. Ko'zni tepasiga va pastiga surib olaman. Makiyajimiz yana ham chiroyli chiqadi. Makiyajda ishlatgan hamma kosmetikalarimni Yo'm Cosmetics magazindan topishingiz mumkin.